Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Endi noyabrdan keyin pensiya oluvchilar, nafaqa oluvchilar va ularning oilalari uchun ayrim tartiblar oldingidek yengil qaraladigan masala bo'lmay qoladi. Bu gap ayniqsa bank kartasi orqali pensiya oladiganlar, ishonchnoma bilan boshqa odam orqali pul oldiradiganlar. Ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashayotganlar, chet elga ketib kelib yuradiganlar va hujjatlarda xato bor pensionerlarga tegishli. Men sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki odamlar ko'pincha muammo bo'lgandan keyin yuguradi. To'lov kechiksa, karta bloklansa, ortiqcha to'lagan pul qaytarilsin desa yoki hujjat yetishmaydi desa, keyin asab bo'ladi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot ota-onangizga, buvingizga, bobongizga yoki qo'shningizga kerak bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini belgilangan kunda olib kelardi yoki bank kartasiga tushishini kutardi. Ayrimlar kartani farzandiga berib qo'ygan, ayrimlar ishonchnoma orqali qarindoshiga oldirgan. Ayrimlar esa yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa ham hujjatlarni yangilamagan. Ba'zi hollarda odam vafot etgandan keyin ham uning kartasidan pul yechilgan holatlar bo'lgan. Yana bir katta muammo. Pensioner chet elda uzoq muddat bo'ladi. Lekin uning pensiyasi bu yerda avtomatik tushishda davom etadi. Keyin tekshiruv bo'lganda nima uchun vaqtida xabar bermadingiz degan savol chiqadi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya va nafaqa bo'yicha ma'lumotlar ko'proq tekshiriladi. Ya'ni faqat oldin ham olib yurgan edi degan gapning o'zi yetmaydi. Ma'lumotlar bazari bir-biriga solishtiriladi. Pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank kartasi egasi, vafot etganlar reyestri, nogironlik muddati, ish staji, ishgacha kirgan-kirmagani, chet elga chiqish holati, ishonchnoma muddati, farzand yoki vasiy orqali olinadigan to'lovlar. Agar qayerdadir nomuvofiqlik chiqsa, to'lov vaqtincha to'xtashi, aniqlashtirish so'ralishi yoki ortiqcha to'langan summa qaytarilishi mumkin. Men bu yerda juda muhim narsani aytaman. Hamma pensionerning pensiyasi bekor bo'ladi. Degan gap noto'g'ri. Oddiy pensioner hujjatlari joyida, bank kartasi o'z nomida, yashash manzili aniq, ortiqcha to'lov yo'q, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, vahimaga tushmasin. Lekin meniki hammasi joyida deb tekshirmasdan yurish ham noto'g'ri. Chunki xato ko'pincha pensionerning aybi bilan emas, hujjatda bitta harf eski pasport raqami, muddati o'tgan ishonchnoma yoki bankdagi eski ma'lumot sabab chiqadi. Birinchi navbatda pensiyasini bank kartasi orqali oladigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, otaxonning pensiyasi har oy 1,7 so'm. Karta otaxon nomida, lekin kartani o'g'li ishlatadi. Otaxonning o'zi qishloqda, o'g'li shaharda turadi. Agar bank xavfsizlik tizimi doim boshqa odam yechayotganini, pul bir xil joydan emas, boshqa hududdan yechilayotganini ko'rsa, ayrim holatlarda karta bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu darhol jinoyat degani emas, lekin bank yoki pensiya organi pensionerning o'zi tirikmi, rozimi? Haqiqatan ham pul unga yetyaptimi? Shuni aniqlashtirishi mumkin. Ikkinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya oldiradiganlar. Ko'p hollarda bu normal holat. Masalan, buvi yura olmaydi. Nevarasi yoki qizi notarial ishonchnoma bilan pensiyani olib beradi. Lekin ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, eski pasport bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa yoki pensionerning holati o'zgargan bo'lsa muammo chiqadi. Bir misol, ayol kishi onasining pensiyasini 2022 yilda berilgan ishonchnoma bilan olib yurgan. Ishonchnoma 2 yilga berilgan, muddati tugagan. Qizi esa oldin ham olib yurganman deb o'ylaydi. Natijada navbatdagi to'lovda bank yoki mas'ul tashkilot pul berishni rad qiladi. Bu yerda janjal qilishdan foyda yo'q, yangi ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjatini yangilash kerak. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan muammo muddati bilan bog'liq. Masalan, fuqaroga 2 guruh nogironlik 1 yilga belgilangan. U har oy 900 so'm yoki undan ko'proq nafaqa olib kelgan. Tibbiy ko'rik muddati tugagan, lekin u qayta komissiyadan o'tmagan. Oldin ayrimlar keyingi oy o'tarman deb yurardi. Endi bunday kechikish to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Agar nogironlik muddati tugasa va yangi xulosa bazaga kirmasa, nafaqa to'xtashi ehtimoli bor. Keyin qayta tiklash uchun hujjat topshiriladi, ammo orada pul kechikadi. Ayniqsa dori-darmon bilan yashaydigan insonlar uchun bu juda og'ir. 4-guruh chet elga ketib
uzoq vaqt qaytmaydigan pensionerlar. Men ko'p eshitaman, otam Turkiyada. Rossiyada yoki Qozog'istonda bolalarinikida turibdi. Pensiyasi bu yerda kartaga tushyapti. Bunday holatda aniq tartibni bilish kerak. Pensioner doimiy yashash uchun ketdimi yoki vaqtincha ketdimi? Uning O'zbekistondagi ro'yxati saqlanganmi? U tiriklikni, shaxsini pensiya olish huquqini tasdiqlash kerak bo'ladigan holatlarga tushmayaptimi? Masalan, kishi 8 oy chet elda bo'ldi. Kartadagi pulni qarindoshi yechdi. Keyin tekshiruvda pensionerning o'zi shu pulni olgani tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Agar tasdiq bo'lmasa, savol paydo bo'ladi. 5-guruh vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechilgan holatlar. Bu eng xavfli nuqta. Ba'zi oilalarda odamlar bilmaydi yoki bilib turib ham hali karta ishlayapti-ku deb pul yechadi. Masalan, pensioner 5 noyabrda vafot etdi, 12 noyabrda pensiya tushdi. Farzandi kartadan 1.600.000 so'm yechdi. Keyin ma'lumotlar bazasi solishtirilganda vafot sanasi aniqlanadi. Bu pul noqonuniy olingan deb hisoblanishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Ayrim hollarda bu faqat fuqarolik tartibida qaytarish bilan tugaydi. Lekin qasddan, takroriy yoki katta miqdorda bo'lsa, jiddiy javobgarlik masalasi ham chiqishi mumkin. Shuning uchun yaqin inson vafot etsa, darhol tegishli idoralarga xabar berish, to'lovni to'xtatish, dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'yicha alohida murojaat qilish kerak. 6-guruh hujjatlarida farq bor pensionerlar. Masalan, pasportda familiya Karimova, pensiya bazasida Karimova emas, eski nikohdan oldingi familiya qolgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1949 yil inechmay, boshqa joyda 1949 yil yeminmay. Bitta raqam xato bo'lsa ham tizim mos kelmaydi. Oldin bu xatolar ko'zdan qochgan bo'lishi mumkin. Endi elektron solishtirishda darhol chiqadi. Natijada odam men 10 yildan beri olib kelaman-ku deydi, lekin tizim ma'lumotni aniqlashtiring deydi. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tekshirish juda muhim. Endi ko'pchilik tushunmaydigan nozik masalalarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pensiya kechiksa, bu har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan bankdagi texnik kechikish, bayram yoki dam olish kuni, byudjet ajratmasining hududlar bo'yicha bosqichma-bosqich tushishi, karta muddati tugashi, bank plastik kartasining bloklanishi sabab bo'ladi. Masalan, oyning 10 kuni tushadigan pensiya 12 kuni tushsa, darhol vahima qilmang. Avval bank ilovasini tekshiring, bankka qo'ng'iroq qiling, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat. Karta muddati tugagan bo'lsa, pul yo'qolib ketmaydi. Ko'p pensionerlar kartaning old tomonidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, karta M124 deb yozilgan bo'lsa, u 2024 yil noyabr oyidan keyin yangilanishi kerak bo'ladi. Agar karta muddat tugasa, pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin naqd yechish yoki to'lov qilishda muammo bo'ladi. Bu vaziyatda bankka pasport bilan borib kartani yangilash kerak. Agar pensioner yura olmasa, bankning mas'ul xodimi yoki ishonchnoma orqali hal qilish tartibini so'rash kerak. 3-nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar kredit, kommunal qarzi bor. Aliment yoki sud qarori bo'yicha majburiy undirish mavjud. Shunda pensiyaning ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Odamlar pensiyam kamayib qoldi, demak yangi qonun chiqibdi deb o'ylaydi. Aslida bank yoki ijro organi qarzdorlik bo'yicha ushlab qolayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner har oy 2200 ming so'm olgan, birdan 1.600 ming so'm tushdi. 600 ming so'm qayerga ketdi? Buni taxmin bilan emas. Bankdan ko'chirma, majburiy ijro byurosidan ma'lumotnoma, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob so'rab bilish kerak. 4-nozik jihat, ishga kirgan pensionerlar. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin. Lekin ayrim nafaqa turlarida, ayniqsa ehtiyojmandlik, parvarish, boquvchisini yo'qotganlik yoki ijtimoiy mezonlarga bog'liq to'lovlarda daromad va bandlik holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, oila kam ta'minlangan deb nafaqa oladi, lekin oila a'zolaridan biri rasmiy ishga kiradi va daromad oshadi. Tizim buni ko'rsa, nafaqa qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu noqonuniy emas. Bu yordam haqiqatdan ehtiyojmandlarga yetib borish uchun qilinadi. Lekin odam oldindan bilmasa nega to'xtadi deb hayron bo'ladi. 5-nozik jihat, pensionerning ro'yxatdagi manzili va amalda yashayotgan joyi. Masalan, bu Farg'onada ro'yxatda, lekin Toshkentda qizining uyida yashaydi. Pensiya Farg'onadagi bo'lim orqali yuritilgan, karta esa Toshkentda ishlatiladi.
Bu holatning o'zi jinoyat emas. Lekin agar manzil bilan bog'liq tasdiq, ijtimoiy xizmat, mahalla ma'lumotnomasi, parvarish nafaqasi yoki boshqa hujjatlar kerak bo'lsa, manzil muhim bo'ladi. Shuning uchun odam uzoq muddat boshqa joyda yashasa, tegishli ro'yxatdan o'tish, vaqtincha hisobga qo'yish yoki pensiya ishini ko'chirish masalasini so'rab ko'rish kerak. 6-nozik jihat, firibgarlar. Mana bu juda xavfli. Har safar pensiya, nafaqa, 11 noyabr, yangi tartib, kartalarni tekshirish degan gaplar chiqsa, firibgarlar faollashadi. Ular qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtamasligi uchun SMS kodini ayting, karta raqamingizni yuboring. Ariza to'ldiramiz, oldindan xizmat haqqi tashlang. 11 noyabrdan keyin pensiya yo'qoladi. Biz orqali ro'yxatdan o'ting deydi. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang. Banka kartaning to'liq raqami amal qilish muddati. Orqa tarafidagi kod mobil ilova parolini aytmang. Davlat organi hech qachon sizdan telefon orqali bank parolini so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu firibgarlik ehtimoli juda yuqori. 7-nozik jihat. Ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan davlat organi xato qiladi, ba'zan fuqaro vaqtida xabar bermaydi. Masalan, nafaqa shart tugagan, lekin to'lov yana 3 oy tushgan. Har oy 700 ming so'mdan jami 200 ming so'm ortiqcha to'langan. Keyin qaytaring deyiladi. Odam esa men sarflab bo'ldim deydi. Afsuski, bu gap huquqiy jihatdan muammoni yopmaydi. Agar pul asossiz tushgan bo'lsa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shu sababli pensioner yoki uning farzandlari to'lovlar sababini tushunib turishi kerak. Kutilmagan pul tutsa, avval aniqlashtiring, keyin ishlating. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, yashir raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa uning asli yoki notarial nusxasi, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa guvohnomalar tayyor turishi kerak. Hujjatda ism, familiya, tug'ilgan sana bir xil yozilganmi? Albatta qarang. Ikkinchi qadam. Bank kartasini tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi? Karta pensionerning o'z nomidami? Mobil bank kimning telefoniga ulangan? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Kartada blokirovka yo'qmi? Agar pensioner telefon ishlatmasa, farzandi yordam berishi mumkin, lekin karta ma'lumotlari begona odamlarga berilmasin. Bankka borganda pasportni olib boring. Agar pensioner yura olmasa, bankdan uydan xizmat ko'rsatish yoki ishonchnoma orqali harakat qilish tartibini so'rang. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki yagona davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Mening pensiya ishimda ma'lumotlar to'g'rimi? To'lovda cheklov yo'qmi? Qarzdorlik yoki qayta hisoblash bormi deb so'rang. Agar yozma javob kerak bo'lsa, ariza yozing. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumoti, JSSHIR, telefon raqam, yashash manzili, muammo mazmuni aniq yozilsin. Masalan, pensiya to'lovim kechikayotgani sababli to'lov holati va sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Og'zaki gapdan ko'ra yozma murojaat kuchliroq. 4-qadam, agar pensiya kamaygan bo'lsa, hisob-kitob talab qiling. Nega kamaydi deb jahl qilishdan oldin aniq raqam kerak. Oldingi oy qancha tushgan, bu oy qancha tushgan. Farq qancha, qaysi asosda ushlab qo'lingan? Bankdan hisob ko'chirmasi oling. Agar ijro hujjati bo'lsa, ijro organidan qarzdorlik ma'lumotini oling. Agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob varaqasini so'rang. 5-qadam, nogironlik yoki tibbiy hujjat muddati tugashini kutmang. Muddati tugashidan kamida 1 oy oldin oilaviy poliklinika, tibbiy komissiya yoki tegishli tashkilot bilan bog'laning. Kerakli tahlillar, shifokor xulosalari, kasallik tarixi, dori-darmon hujjatlari tayyor bo'lsin. Bir kun kechikish ham ba'zan 1 oy to'lov kechikishiga olib keladi. 6-qadam, ishonchnomani tekshiring. Kim pensioner nomidan pul olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati, vakolat doirasi va shaxs ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Ishonchnomada aynan pensiya olish. Bank amaliyotlarini bajarish, ariza berish vakolati ko'rsatilganmi? E'tibor bering. Umumiy ishonchnoma bor edi deb o'ylamang, ba'zan aniq vakolat talab qilinadi. 7-qadam, vafot holatida qonuniy yo'l tuting. Juda og'ir mavzu, lekin aytishim shart. Yaqin inson vafot etsa, uning kartasidan pul yechmang. Avval o'lim guvohnomasini rasmiylashtiring, tegishli idoralarga xabar bering. Dafn puli yoki meros masalasini qonuniy tartibda hal qiling. Bu oilani keyingi muammolardan asraydi.
8-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizga kimdir 11 noyabrdan pensiyangiz to'xtaydi, hozir kodni ayting desa, darhol telefonni qo'ying. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Pensiya jamg'armasi yoki mahallaga shaxsan boring. Telegramdagi noma'lum havolalarga kirmang. Davlatdan qo'shimcha pul deb karta ma'lumotini so'raydigan sahifalarga ishonmang. 9-qadam farzandlar ota-onasining pensiya ishiga befarq bo'lmasin. Ko'pincha pensionerning o'zi bu tizimlarni tushunmaydi. Farzandlar oyiga bir marta kartani, SMS'larni, hujjat muddati va to'lov miqdorini tekshirib qo'ysa, katta muammo oldi olinadi. Lekin bu yordam halol bo'lishi kerak. Pul ota-onaning ehtiyojiga ishlatilishi, ularning roziligi bilan bo'lishi shart. Demak, 1 noyabrdan keyin eng asosiy gap shuki, pensiya va nafaqa masalasida beparvolik qilish davri tugayapti. Hujjat joyida bo'lsa, manzil aniq bo'lsa, karta to'g'ri bo'lsa, ishonchnoma muddati o'tmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa asoslar qonuniy tasdiqlangan bo'lsa, qo'rqishga sabab yo'q. Lekin hujjatda xato, karta muddati, vafot etgan odam nomidan pul yechish, chet elda uzoq qolish, ortiqcha to'lov, firibgarlarga ishonish kabi holatlar katta muammoga aylanishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning hujjatlarini tekshiring, bank kartasining muddatiga qarang. Pensiya to'lovi nega va qancha tushayotganini bilib qo'ying. Agar tushunarsiz holat bo'lsa, og'zaki gaplarga emas, rasmiy idoraga murojaat qiling va yozma javob oling. Sizning hududingizda pensiya kechikishi, karta bloklanishi yoki hujjat bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, hujjat va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim masalalarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.